Qo'maq saboqdoshlar, bugungi hikoyamiz Jur'atning bayni boplashi. Bir bayning Jur'at ismli bir padchisi bor ekan. Bu bola har kuni kalalarni qo'tondan zahar chiqarib, kech qaytirib ekansimu, bay uningga to'yg'idek tamoq bermaydi ekan. Jur'atning bu bayga g'azab etishibdi. U bir abjil tadbirni tepibdi-da, bayni kuldirlatmoqchi bo'ldi. Bir kuni kechda Jur'at bayga mundaq debdi: Bugun talada qilib o'qiyotsam, enimga liq bir sivat oltin ko'targan oq soqolliq bir buvay keldi. U menga: "O'g'lim, sen kindikingning to'shki sirtiga to'mpiyib chiqqidek simiriyaligan bo'lsang edi, men qo'limdagi parqirab turgan bu bir sivat sop-siriq oltinning hammasini senga berib o'tgan bo'lardim. Kelar yilning dal mushu kuni men seni mana mushu yerda saqlayman" dedi-da, ko'zimdan g'oyib bo'ldi. Biroq men qo'rsqum to'yg'idek tamoq yemisam, qandoqmi kindikim sirtga to'mpiyib chiqqidek simiriyalayman? Taqsir, agar siz meni qilib boquzmay, kunda 3 vaqt yaxshi tamoq bilan boqadigan bo'lsangiz, kindikimning to'shki sitqa to'mpiyib chiqqan bo'ladi-da, heliqa oltinlarni ekilib, hammasini sizga bergan bo'lardim. Pul desa, jinidimmi kechadigan bu bay Jur'atning talbiga ma'qul bo'pti. Ikkinchi yilning dal shu kuni osh ko'z bay oq oqirib, yupimloq bo'lib semirib ketgan Jur'atni oltinni elib kelishga buyuribdi. Jur'at shart bo'yicha bir jumla so'z qilibdi. Bayning og'zi tuvoqlanib qopdi. Boy shundala o'zining aldanganligini bilibdi. Kichik do'st, qani aytinglarchi, Jur'at zodi nima dedi? Javobi: asli odam samirigancha kindiki tixim ichiga kirib ketadi. Shunga Jur'at bayga: "Men tixi degandek samirib ketmadim. Kindikim tixi to'mpiyib chiqmagan tursa, bu oltinni qandoq beradi?" debdi.